Alo, mana 1 yildan beri shu yigit pulimni olib ketib qolgan, bermaydi ham. ₹300,000 qarzi bor mana, shundan beri qochib ketgan. Topib bering shu yigitni, umuman bedarak yo'q. Halimi kimda kim ko'rsa, kimda kim bilsa, mana shu bolani akamizga yaxshilicha aloqaga chiqib, ishini bitirib bersin. Agar qarz bo'lsa telefon ham qilmaydi, telefonni ko'tarmaydi ham. Ana shunga yordam berishlaringizni so'rayman, shu pulni olib beringlar. Iloji bo'lsa topib beringlar shu yigitni. Umuman bedarak yo'q. Halim jo'rayib. 1 yildan beri domdarak. Umuman telefoniga qilib tusholmayman ham, topolmayman ham. Iltimos sizlardan. Assalomu alaykum hammaga. Aka-ukalar, mana shu videoni ko'rdinglar, akamiz dardini aytdi. Kimda kim ko'rsa, kimda kim bilsa, mana shu bolani akamizga yaxshilicha aloqaga chiqib, ishini bitirib bersin. Agar qarz bo'lsa bersin. ₹300,000 qarzi bor mana, shundan beri qochib ketgan. Xotin bolama bilet olaman dedi, uyimga jo'nataman deb ₹300,000 qarz mendan. Akamiz iltimos qildi, biz videoni qo'ydik. Videoni maksimalni tarqatamiz. Hozirgi kunda rosa kuchli reydlar bo'lyapti. Sochida mana yaqinda reyd bo'ldi. O'shanga dokumentlaringizni yaxshi ko'rib, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Mana bu bolani rasmlarini qo'yib qo'yaman. Kim ko'rsa, kim tanisa, yo bu bolani o'zi aloqaga chiqsin. Nomerni hozir ko'rasizlar, nomer tagida turibdi. Telefon qilib, yaxshilicha pulni qaytarib, 1 yildan beri qochib yurgan ekan. Akani aytishi bo'yicha. Hammaga rahmat, videoni tarqatamiz.